Assalomu alaykum azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, kechki faoliyatimizni Leninizm manzilidan boshladik. Gulimboy akamiz, Zulayho opamni tabriklab keldim. Muborak yoshlari bilan yonida bo'lmayotgan, ya'ni musofirdagi farzandlari nomidan Ikrom akami, O'ktam akami, Ilhom akami, yonidagi farzandlari Muhiddin akani va suyukli qizim Muyassarxonni, suyukli nabira musofirdagi Diyorbekni nomidan, kelinlar, suyukli nabiralar nomidan ota-onamiz uchun surpriz tabrik loyihamiz. Aynan o'g'li O'ktam akami chiroyli dil izhorlarini, sovg'alarni birgalikda topshiramiz. Va shu o'rinda tanlov uchun o'g'illarni hammasiga O'ktam akami alohida rahmat. Har safar oilasini yaxshi kunlarida beruniy guruchlarni tanlagani uchun, tanlov uchun rahmat. Xudo xolasa Gulimboy akamiz, Zulayho opamni eng baxtli ota-onalar qilib, farzandlarni sovg'alarni birgalikda topshirib qo'yamiz. Sezerdan natijnoy patolog yoki Lustra xarid qiling va Spark avtomobilini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Sezer, omad sizdan, sovg'a bizdan.
yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Davlatim otam bor, ah mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor, ah mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Assalomu alaykum, mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar, janoblar. Otalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Onalar o'ynasin. Gulim aka
assalomu alaykum. Zulayho opa, assalomu alaykum. Tavallud ayyom shukrona kuni muborak bo'lsin. Allohim sizlarni 80, 90, 100 yoshlar bilan siylasin. Allohim bergan umrini hurmatda, martabada, sog'likda yashashlaringizga tilakdoshman. Bugun sizlarni tabriklab keldim. Muborak yoshlaringiz bilan sizlarni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi Gulimboy aka umringizni fido qilib, halol non tuz bilan yaxshi tarbiya berib o'stirgan, siz umringizni fido qilgan, mehr berib o'stirgan farzandlaringiz, bugun yoningizda bo'lolmayotgan, musofirda yurgan o'g'illaringiz nomidan, sizlarni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi o'g'lingiz Ikrom akani nomidan, O'ktam akani nomidan, Ilhom akani nomidan, suyukli nabirangiz Diyorbekni nomidan va yoningizdagi o'g'lingiz Muhiddin akani, qizingiz Mestarxon nomidan va barcha kelinlar nomidan, nabiralar nomidan sizlarni bugun tabriklab keldim. Zulayho opa, Gulimboy aka o'g'illaringiz sizlarga eng yaxshi tilaklarni aytib, sog'inchli salomlarini yo'llab, mehrini chiroyli qilib mana shunday qilib bayon qilishlarini o'zlarini xohladilar va nomidan meni jo'natdi. Aynan o'g'lingiz musofirdagilarning nomidan sizlarni tabriklab, onajon, dadajon, baxtimizga sog' bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin, sizlarning xizmatingizni qilish nasib qilsin, umringizni fido qilib, halol tarbiya berdinglar, yedirdinglar, ichirdinglar, kunni kun, tunni tun demasdan, qo'li loydan chiqmay otamiz halol mehnati bilan bizga mehr berdi, tarbiya berdi. Hammasi uchun sizlarga rahmat. Sho'x bo'lgandirmiz, o'rni kelganda gap qaytarib ko'ngillaringizni ranjitgandirmiz. Hammasi uchun sizlardan uzr so'raymiz. Sizlardek yaxshi, halol, mard insonlarni farzandlar ekanligimizdan faxrlanamiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz degan tilaklar musofirdagi o'g'illaringiz aynan O'ktam akam nomidan yo'llab qo'yaman. Zulayho opam uchun jannat onam gullari, o'g'lingiz O'ktam akam nomidan. Gulimboy akam uchun davlat motam dekoratsiyalari, chiroyli salyutlar va shirinlik to'rti nomingizga maxsus pishirtirilgan o'g'lingiz O'ktam akam nomidan sizlar uchun olib keldim. Allohim umrlari uzoq bo'lsin ota-onamni. Hayoti go'zal, shirin bo'lsin. Shularning xizmatini qilish menga nasib qilsin. Sizlarning duoingizni olish menga nasib qilsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin degan tilaklarni O'ktam akam nomidan yo'llab qo'yaman. Va sizlarga o'g'il qizlaringizni hammasini nomidan chiroyli dili, izhoriylar, she'rim bor. Marhamat, yo'llab qo'yaman. Borlaringizga shukr. Bizga halol mehnati bilan yedirib ichirdilar. Allohim ana qilgan shu mehrlaringizni biz qaytarishni nasib qilsin deya chiroyli she'r sizlar uchun. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tolmagan otam, qo'li loydan chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimga xudo guvohi, mehnat qilib tolmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolsin izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tolmagan otam. Ayb ish qilib qilsam gar xato, nuqsonlarim qilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tolmagan otam. Yuzi nurli, ajilla serob, har bir ajniga aslim men sabab, bir marta bir lahza tinmab, mehnat qilib tolmagan otam. Ko'ngli toza, sochlarida oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tunsada dunyoda biroq, mehnat qilib tolmagan otam. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tolmagan otam. Otajon umringiz uzoq bo'lsin. Hammasi uchun sizga rahmat. O'zim ota bo'lib otamni qadriga yetganman. Musofir toshlari og'ir. Allohim oilamga sog'-omon borish, ota-onamni didoriga to'yish nasib qilsin deya chiroyli she'r musofirdagi o'g'lingiz O'ktam akam nomidan yo'llab qo'yaman. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Musofirdagi o'g'illaringiz sizni kuzatib turibdi. Necha yillar qilgan mehnatingiz rohati mana.
sizni musofirda tursa ham kuzatmoqdalar va ko'nglingizni ko'tarib, otamiz uzoq umr ko'rsin, yaxshi kayfiyatda yashasin, rohatimizni ko'rsin, nevara kelinlarning xizmatini ko'rsin. Biz kelin olib qiz uzatganimizda yonimizda tursin deya quvontirish maqsadida Gulimboy aka, Zulayxa opa o'g'illaringizni meni jo'natdi. Allohim hammamizga sizdikidek mehrli o'g'il qizlar nasib qilsin. Kelinlaringiz ham xizmati buyursin, yelib yugurib xizmatingizni qilyapti. Ular ham sizlar kabi duoingizni olib ota-ona bo'lish nasib qilsin. Xudo xolasa, shu o'ktam akam ham Allohim o'g'il degan ne'mat bilan siylaganda sizlarni nabira bilan tabriklab kelish nasib qilsin. O'ktam akamning niyati sizni duoingizni olish. Gulimboy aka, sizga hozir mikrofonni bersam, sizni ko'nglingizni ko'tarmoqchi bo'lgan o'g'illaringizga, hammasiga, qizingiz Sarxonga bir chiroyli omadlar, duolar qilingki, ota rozi, Xudo rozi. Allohim shu o'ktam o'g'lingiz ham o'g'il degan ne'mat bilan siylaganda sizni kelib tabriklash nasib qilsin. Zulayxa opa, siz ham o'g'illaringizga yaxshi tilaklaringizni aytib, Gulimboy akama qalbingizdagi dil izhorlaringizni, yaxshi gaplaringizni aytib, Gulimboy akama ko'nglini ko'tarib qo'yasiz. Gulimboy akam uchun sizning mehringiz boshqacha. Bugun Gulimboy akani erkalatib qo'yasiz. Buva, sizni yaxshi ko'raman degan gaplar bilan. Gulimboy aka, eng avvalo sizni eshitamiz. Marhamat. Ballarıma rahmet, Xudoyim sog'liq bergin. Uzoq umr kutsin ballarıma. Assalomu alaykum bog'am. Yaxshi yuribsizlarmi? Ikrom, O'ktam, Ilhom, Diyorbek, Xudoyim rahmat hammasga. Xudoyim eldimda sog'liq ekan. Xudoyim akam uzoq umr, baxt sa'odat tilayman. Xudoyim eldimda sog' bo'lib, Xudoyim qayoqlar tashlab yurib ketgan. Onajonim yonimda, o'ynang ona yig'lamang, qurbon sizga jonimda. Bugun baxtli olamda, onajonim yonimda. Akam yaxshi ko'raman, kim yaxshi ko'raman. Xudoyim kelgan eldimda sog'liq. Hammasi ham xizmatda Xudoyim. Ayda kelinlar olib o'tag'ar qizimman. Xudoyim Diyorbekman, kelinlar olib o'tag'arman Diyorbekdan. Xudoyim aman kelib boqaram Xudoyim. O'ktam akam ham aytadi, qo'llar berib. O'ktam. Yaxshi. Ikrom, O'ktam, Ilhom, hammasiga rahmat. Xudoyim shunday ko'rganlarga, shunday yibet qo'yganlarga. Xudoyim aman var, aman qaytdan Xudoyim shunaqa. Aman kelasizlar Xudoyim bog'am. Bugun baxtli Zulayxa opa, baxtingizga suyangan tog'ingiz Gulimboy akam, oilangizni suyanchig'i, suyangan tog'i sog'-omon bo'lsin. Shu farzandlarni birgalikda tarbiya qildinglar. Yo'q kunlarni ham ko'rdinglar, bor kunlarni ham ko'rdinglar. Endi rohatda birga yashashlarni baxtini ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa Gulimboy akam mustahkam sog'liq berib, oyoqqa turib ketib, keyingi yillar tabriklab kelganimda, Gulshan qizim bir saman lazgiga o'ynab beraman deb chaqillab yugurib yurish nasib qilsin Gulimboy aka. Allohim suygan bandasiga dard berar ekan. Dardini bergan Allohim shifosini ham bersin. Birga shu Zulayxa opam bilan farzandlaringiz rohatini ko'rish nasib qilsin. Gulimboy aka, kayfiyatni ko'taring. Alloh sizni farzand degan ne'mat bilan siyladi. Nevara degan ne'mat bilan siyladi. Allohim baxtlaringiz bundan ham yaxshi bo'lsin. Zulayxa opam bilan qo'sha qarib yurish nasib qilsin. Muhiddin, Mesar musofirdagi jigarlar nomidan ham ota-onangizni tabriklab, sizlarni yaxshi ko'ramiz deb ko'ngilni ko'tarib qo'yasiz. Xudoyim elimda sog'liq bersin Xudoyim. Shu bog'am elimda Xudoyim. o'tdi umri mehnatda, bizni har onada. Ey jonim, oilamizda xonadan, o'tdi umri mehnatda, bizni deb har onada. Mana
bugün sinfdoshimiz 10 yil birga o'qigan. Zulayxada Gulimboya mening sinfdoshim. Shu yaptım bu yerine o, yaptım ederimle birga qatnagan, 10 yil birga o'qidim. Shu do'stlarim bugun tug'ilgan kun ekan, tug'ilgan kunimdan tabriklar chiqqanlarim, ham maqsad salomat yurdaysizlar, yuzga kirganda shu bog'larimizdan raddan ko'rgaysizlar. Bog'lardan bir marta rahmat. Teselliler aytaman, shunday bog'lar yetishtirgan sinfdoshima million marta rahmatlar aytaman. Yaxshi kunlarni kelmak nasib etsin. Chiqqanlari Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi, yurib laziga chiqib ketadi. Xudo xolasa. Siz sinfdoshiz, ana sinfdoshimizni bir o'ynab tabriklab berasiz. Qani. Kayfiyatdan ko'tarib oldi, ha? Ana endi Muyassarxon kelinlardan tabrik so'zi eshitdik, undan keyin o'ynaymiz Xudo xolasa. Qani, Muyassar xonasiz. Keling. Qilman, baxtli bo'ling. Yaxshi ko'raman sizni. Uzoq yashang. To'ylarim ko'ring. Ata tabriklayman tug'ilgan kunlar bilan. Otam dardini dard deb bilmagan, otam qaddi sira sinmagan, otam farzandlar iqboli uchun mehnat qilib tinmagan, otam loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarida xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan, otam ayb ish qilib qilmasgan xato, nuqsonlarin bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan, otam Soyur geçsin erdemizde. Yüz yaşlarda kreyi geçsin. Siz yaş göremek. Apa sizden. Biz bilan tabriklayman, 100 yoshlarga kiring. Shunday dedam to'p bergan uchun sizga rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. ata sizni yaxshi ko'ramiz. Bizlarga kiring. Sizni yaxshi ko'raman. Ağayın tuğanlar, kelinler, sinirler, ukalar. Dahi bugünkü qutluk gününüz bilen tebrikliymen, təvəllüd ayağınız bilen. Layım 100 yaşlarga yetkaysiz, 100'den hem ötkaysiz. Lay xapam bilen teyin kartayıp, şu kelinlerinizin, aktık, çavlıklarınızın toylarını birge görüş nasip etsin. Layım bizler hem ballarda uylantirgenimizde, bizlerden hem yanımızda turgaysız layım. Şu misafirdağı ukalarımız İkramga, Öktemge, İlhamga, Diyarbek'e sağlık, salametlik dileymen. Muhiddin'ge hemmesi sağ salamet işlep, üylerine oynap külüp, ata-anasının bağrına, ailesinin bağrına, İhsan aman külüp oynap kelgenler. Şimdi etip silap dayımızdı, tebriklep, dekoratsiyalar iberip, tebriklep de layım Allah silasın olardan. Şu endimizde sağ salamet yürüp, hiç yaman kun görmegeysiz, hem o yaxşı günleriniz, quvonchli kunlariniz ko'p bo'lsin. Yana bir bor tabrikleyman. Dayı siz yaxshi ko'ramiz. Hadi jiyan bir o'ynab baramiz.
bergani polvondek er qaynonamni qaynotamni yaxshi ko'raman deya 4 kelin qani sahnamizga. Bir 70 juft ta'zim qilamiz qaynona qaynotamizga. Qaysi kelin ko'proq ta'zim bersa shuncha yaxshi ko'rajag'i. 100 juftmi? 70 mi? 100 ha? 100 juft ta'zim beramiz. Hatta tabiqiyman Xudoyim umringizni uzoq qilsin. Elimizda sog' yurgaysiz, bolalarimizni baxtimiz, sog' salomat bo'lg'aysiz Xudoyim. Hamisha Ata sizni yaxshi ko'raman. Dadam ham, opam ham sizlar. Ata tug'an kun sizlar tabriklayman. Yaxshilarga tilbiring. Aqtiq, chovuqlar, rohatini ko'rish nasib etsin. Opam bilan teng qaytasizlar. Baxtimizga sog' bo'lgaysizlar. Sizlar yaxshi ko'raman, ata opa. Dada, siz ham baxtimizga sog' bo'ling. Ata tabriklayman, tug'an kuningiz bilan. Baxtimizga sog' bo'ling. Ata tabriklayman, tug'an kunlaringiz bilan 100 yoshlarga kiring. Baxtimizga sog' bo'ling. Opam bilan teng qartayishim. Qani kelinlar, to'rtangiz ham keling. Chiroyli ta'zimlar qilib qo'yamiz. Shunday o'g'illarni tug'ib, tarbiya qilib bergani uchun. Xudo xolasa sizlar ham qiz uzatib, o'g'il uylantirib, qaynona qaynota bo'lish baxtiga muyassar bo'ling. Qani kelinlar, ta'zim berib qo'yamiz. Onamga gul beraman, roziligim olib, ko'zlaridan o'paman, bolalarga gul beraman. Yashang, umrlaringiz uzoq bo'lsin, qo'shgan yorlaringiz bilan qo'sha qarib yashash nasib qilsin. Ana endi hamma gapirib bo'ldi, endi o'ynaymizmi? Hammani o'yinlarga taklif etamiz. Gulimboy aka, Zulayxa opam bilan o'tirgan joyda o'ynaymiz. Kayfiyatni zo'raymiz. Qara bola desam sari
yürek olmaz. Hiçbirisi karabalığa durmaz. Her bir başkası yürek olmaz. Hiçbirisi karabala değil olmaz. Bir geçki hoşuna yine bizi. Sağ bir yakar her ay sözü. Bir geçki hoşuna bir daha bizi. Sağ bir yakar her ay sözü. Bizden başka ne görmeydi gözü. Bizden başkasını görmeydi gözü. Ne dese desinler kim onlardan. Her bir geçmeyeyim ben. Her bir başkası yürek olmaz. Hiçbirisi karabala değil olmaz. Artık kızlar için bir gitarist buladı ekan. Ikrom aka mana bunda. Qani o'ynaymiz. Qani qizlar o'ynasin. Gül alacak, saçı salacak, büyüme varacak. Şu gitarist kavminisinden küyüme alacak. Gül alacak, saçı salacak, büyüme varacak. Şu gitarist kavminisinden küyüme alacak. Ben sana yok 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 demem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Ben sana yok 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 demem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Pul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gitarist kavminisinden küyüme alacak. Pul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gitarist kavminisinden küyüme alacak. Ben sana yok 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 demem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Ben sana yok 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 demem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Qani endi kelinlar uchun bir halqa o'ynashinglar. Qani Zulayxa opamiz
Azap verme yürekka, qiynalganim gerekme. Birga tushgan suratini printini printdan senden xabar ololmay, jonini ko'rolmay, dardlarimni solib oldim yurakka. Hey, azap verme yürekka, qiynalganim gerekme. Birga tushgan suratini printini printdan senden xabar ololmay, jonini ko'rolmay, dardlarimni solib oldim yurakka. Şizofrenik tanrımdan akar kanım, çitillere yetip kaldı ana canım. Sağılganın faydası yok sağılganım, aranmadım yanıyorum aranmadım. Şizofrenik sağılganın faydası yok sağılganım, aranmadım yanıyorum aranmadım. Kara kara gözler kara, yüreklerim doldu yara. Yıllar öter yıllar yana, cana cana cana. Kara kara gözler kara kara, yüreklerim doldu yara yara. Yıllar öter yıllar yana yana, cana cana. Aramadım yana yana aramadım. Aramadım yana yana aramadım. Qozog'cha qo'shiqlarimiz bo'ladi ekan. chiroyli qilib shu baxtli oilalarni tarixga muhrlab qo'yamiz. Sizlarning xizmatlaringizda Beruniy Gulshana jamoasi vakilasi YouTube kanali xonadoni Shoiraxonim Sultanova xizmatlaringizda bo'ldim. O'ktam aka musofirda turib ota-onangiz uchun rayonimizda qancha tabrik loyihalari bor. Shularning ichidan aynan Beruniy Gulshana tanlaganingiz uchun, tanlovingiz uchun sizga katta rahmat. Allohim sizni farzand qiz degan ne'mat bilan siylabdi. Xudo xolasa o'g'il degan ne'mat bilan siylaganda ham kelib tabriklash menga nasib qilsin. Shu xonadonga, Gulimboy akaning xonadoniga, Niyorasi Diyorbekka, yaxshi go'shankalardan kelinlar kelib, to'ylar muboraklar sadolari bilan yangrayversin Allohim. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Qani marhamat, esdalik suratlarga tushib qo'yamiz. Bugün baxtli onimda, onajonim yonimda. O'ynang ona yig'lamang,
qurbon sizga jonimda. Bugun baxtli onimda, onajonim yonimda. O'ynang ona yig'lamang, qurbon sizga jonimda. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib ko'zlaridan o'paman. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib ko'zlaridan o'paman. Otam, otam, jon otam, oilamizda xon otam. O'tdi umri mehnatda, bizni deb har on otam.